Qizamiq jiddiy kasallik. Farzandingizni himoya qilish o'z qo'lingizdadir. Qizamiq nima? Juda tez yuqadigan virusli kasallik bo'lib, havo orqali oson tarqaladi. Belgilariga e'tibor bering. Qizamiq kasalligining asosiy belgilari: yuqori isitma 38-40 gradusgacha ko'tariladi. Ko'z qizarishi, ko'zlar qizarib yoshlanadi. Yo'tal va tumov, burun oqishi, aksirish va yo'tal kuzatiladi. Teri toshmalari, avval yuzda, keyin butun tanada qizil dog'lar hosil bo'ladi. Qizamiq oson o'tmaydi. Jiddiy sog'liq muammolariga sabab bo'lishi mumkin. O'pka yallig'lanishi, eshitish muammolari, miya yallig'lanishi hayot uchun xavf. Ayniqsa kichik bolalarda o'limga ham olib kelishi mumkin. Qizamiq kasalligidan eng kuchli himoya bu vaksina. O'z vaqtida emlash immunitetni mustahkamlaydi. Hurmatli ota-onalar, farzandingizni emlashni kechiktirmang. Shifokor tavsiyasiga amal qiling.